yomg'irlar yog'ib qish keldi. Hamma bahorda ko'karsa, yandekchilar qishda ko'karadi. 10 minglijaga 100 ming deb olaman. 20 minglijaga 200 ming berasiz deb olaman. Sovuqda qiynalmay chiqib oladi. Kimdir tashqariga chiqib o'rog'i bilan chop bobolarimni to'xtatib qo'ymasa bo'ldi. Davring keldi, davroningni surib qo'y, yandekiz. Qo'lini ushlatmadi, kakras ushlatmay ekan qizni izlayverdim. Qarang ana, dadangiz yo'q demaydimi? Kal bo'lsam, yoshim katta. Siz dadamni qo'ying, avval meni ko'nglimni oling, rasxotlar qiling, gullar olib bering. Rasxot? Butun Toshkentni aylan rasxot qilaman siz uchun. Yuring-da bu yoqqa. Daryo. Assalomu alaykum aka. Taksimisiz? Ha, taksi. Qarang, men qiz bilan yaqinda tanishdim-da. Ana shunga rasxot qilaman deb qo'ydim. Hozir Toshkentni polni skidka bo'layotgan joylarni topishimiz kerak. Hop. Polni Toshkentda aylantirib yurasizmi? Aylantirib yuraman. Qarang, birinchi Yunusobodga boramiz. 300. Keyin Chilonzorga boramiz. 300. Keyin Maksim Gorkiy. 300. Keyin Qo'yliq. 400. Xullas, bir kunlik pulingizni o'zim to'layman, tushundingizmi? Voy, onasini hamsa hozir niyat qilib turdim. Sirazi 1,5 millionlik qilib qo'ydi-yu. Menga qarang, pul topib, aql topmaganmisiz? Nima qilyapsiz? Bularni boy qilib. Mumkin degan ilova bor. O'sha yerga kirsiz, O'zbekistondagi barcha skidkadagi narsalarni topsangiz bo'ladi. Maishiy texnika deysizmi, kiyim-kechak, oziq-ovqat, mashinagacha bor. Undan tashqari bu ilovadan foydalangan studentlarning orasidan tanlab olib, kontrakt necha pul bo'lishidan qat'iy nazar to'lab berishadi. Yoshi kattalarga esa umra safariga 2 ta yo'llanma qo'ygan. Vaqtingiz ham tejaladi, pulingiz ham tejaladi. Enangni yeri tejaladi. 1,5 million puldan qoldirding. Negajin? Mumkindir o'rgatasan? Mumkinmi? Shu qizni mumkinmi?